Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Tumanimiz mehmonlari va fuqarolari. Respublikamiz bo'ylab 15-mart kunidan 15-aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazilmoqda. Xususan, Shovot tumani bo'ylab mazkur oylikni yuqori seviyada o'tkazish maqsadida qator tadbirlar amalga oshirildi. O'tgan davr mobaynida oylik doirasida uy-joy fondi, ijtimoiy soha obyektlari, korxona tashkilot va muassasalarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnogen avariyalar va boshqa texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida 67 ta ijtimoiy va 28 ta iqtisodiyot obyektlarida tadbirlar tashkillashtirildi. Aholi o'rtasida ovqatdan zaharlanish va botulizm kasalligini oldini olish maqsadida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda 29 marotaba bozorlar, savdo majmualari va boshqa obyektlarda o'rganishlar olib borildi. Iste'molga yaroqsiz bo'lgan 35 kilogramm yaroqsiz oziq-ovqat mahsulotlari sotuvdan va iste'moldan chiqarildi. Shuningdek, o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning tarqalishini oldini olish maqsadida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda 95 ta seminar va suhbatlar tashkillashtirildi. Ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarni sohaga nisbatan bilim va ko'nikmalarini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanishga o'rgatish borasida 43 marotaba fuqaro muhofazasi kuni tadbirlari bevosita muassasa xodimlari va o'quvchilarni jalb qilgan holda amaliy tarzda o'tkazildi. Bundan tashqari, tumanda sohaga qiziqishi yuqori bo'lgan yoshlar uchun 5 marotaba ochiq eshiklar kuni tadbiri tashkillashtirildi. Yoshlar bilan suhbat hamda ko'rgazmali namoyishlar o'tkazildi. Ijtimoiy soha obyektlari, korxona, tashkilot va muassasalarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnogen avariyalar va boshqa tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida 4 marotaba maxsus taktik o'quv mashq va mashg'ulotlari o'tkazildi. Tasarrufida fuqaro muhofazasi inshootlarini saqlovchi obyektlarda namunali muhandislik muhofaza inshooti mavzusida 3 marotaba o'quv seminarlari tashkillashtirildi. Tuman hududida joylashgan 17 ta idora va tashkilotlarda tashkil etilgan fuqaro muhofazasi tuzilmalarining asbob anjomlar bilan ta'minlanganligi va tayyorgarlik darajasi o'rganib chiqilib, ularga tegishli yo'riqnomalar berildi. Shuningdek, tumanimiz aholisini zilziladan oldin, zilzila paytida va zilziladan keyin to'g'ri harakatlanish borasida 95 marotaba uchrashuvlar, suhbatlar va seminarlar o'tkazildi. Amalga oshirilgan tadbirlar mazmun mohiyatini ommaviy axborot vositalarida keng yoritish, aholi o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish maqsadida respublika va mahalliy televideniyalarda 3 marotaba chiqishlar amalga oshirilib, 21 ta radio eshittirishlar efirga uzatildi. Ro'znomalarda 2 ta maqola chop etilib, ijtimoiy tarmoqlarda 27 marotaba ma'lumotlar joylashtirildi. Markaziy ko'chalar, bozorlar, yirik savdo va ko'ngilochar maskanlar, maktab va maktabgacha ta'lim, tibbiyot muassasalari hamda odamlar ko'p to'planadigan joylarda 6 ta banner o'rnatildi. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ijtimoiy soha va iqtisodiyot obyektlarida hamda tashkilotlarda oylikning 20 kuni davomida jami 95 ta seminarlar, uchrashuvlar va davra suhbatlari o'tkazilib, ularda 47.815 nafar fuqarolar, ya'ni tuman aholisining 26% qamrab olindi. Shovot tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligini yuqori seviyada o'tkazish maqsadida profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi davomida har bir fuqaroning faol ishtirok etishi juda muhim. Barchangizni mazkur tadbirlarda ishtirok etishga, xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga va atrofdagilarni ogohlantirishingizga chaqiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.